Assalomu alaykum. Hozir elit sovutgichni to'g'ri o'rnatish hamda undan samarali foydalanish qoidalari bilan tanishamiz. Yangi olib kelingan sovutgich o'z qadog'i va o'ramidan olingach, devordan har tomonlama 5-10 sm masofa saqlab, oldi oyoqchalari orqa oyoqchalardan 5-7 mm balandroq qilib o'rnatiladi. Sovutgichni joylashtirgandan so'ng, uni rozetkaga ulamagan holda 10-12 soat davomida har ikkala eshiklarni ham ochiq holatda xona haroratiga moslashtirish kerak. 12 soat o'tgach sovutgichni elektr tarmog'iga ulash tavsiya etiladi. Sovutgichdan foydalanish davomida uning kompressori 90 gradusgacha, yon devorlari va orqasida joylashgan sovutgich tizimlari 35-55 gradusgacha qizib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Foydalanayotgan sovutgich elektr tarmog'idan uzilgandan so'ng 5 daqiqa o'tibgina uni qayta yoqish tavsiya etiladi. Mahsulot sof ishlab berishi uchun xona harorati 16 darajadan 32 darajagacha qo'ygani ma'qul. Elektr quvvati 180 voltdan past kuchlanishda bo'lgan hollarda sovutgichdan foydalanish tavsiya etilmaydi. O'zingizni barcha qiziqtirgan savollaringiz bilan Yagona aloqa markazi ishonch telefonimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.